Tamanno fransuz yigiti Rivini sevib, otasi Saidakbar hojidan baloga qoldi. Ota qizning qo'lidan bu ish kelishini hech o'ylab ko'rmagan ekan. Bir mahallar ona yurtida rus tuzim maktabini ko'rgan, dunyo kezgan hoji yakkayu yolg'iz qiziga yaxshi tarbiya va ta'lim bermoqchi bo'lib qoldi. Bolaligidan tarbiyasiga odam yolladi. Ona tilimdan bebahra bo'lmasin deb allaqayerlardan otin bebiy topib kelib, o'zbek tili o'rgatdi. Esini tanigach, qiz fransuz maktabiga qatnagan bo'lsa ham, ota uyda o'zbekcha gaplashishni shart qilib qo'ydi. O'zi buning namunasini ko'rsatib, boshqalarga ham ko'z quloq bo'lib turdi. Bu otaning o'zbek tiliga bo'lgan otashin mehridan emas. Vaqti soati kelib, kindik qonim to'kilgan tuproqqa qadam bossam, bolalarim el yurt tanasiga qolmasin deb shunday qilardi. Bu bir tomondan bo'lsa, ikkinchi yoqdan o'zbek so'zlarini uyda eshitilib turishini, uni o'zi qochib chiqqan yurtdan juda ham uzoqlashib ketmasligini go'yo ko'rsatib turardi. Toshkentdan tishida tishlab olib qochgan o'g'li Abdulbarakani ham xuddi shunday qilib tarbiya qildi. To'g'ri, u Toshkentda o'zbek xotinidan tug'ilgan. U xotinidan 3 qiz, bir o'g'il ko'rdi. Mushtoq bo'lib kutgan o'g'il tug'ilib, hoji o'zini qo'ygani joy topolmay sevinib yurganda, sho'rolar siyosatini o'zgartirib, erkin savdo sotiqqa chek qo'ya boshladi. Rus-Tuzem maktabini tugatgan, savdo ishlari yuzasidan avval otasi bilan, keyin o'zi Moskvada, Peterburgni ko'rgan, sanoat ko'rgazmalarida qatnashgan Saidakbar hoji charqi falakning qayoqqa qarab aylanayotganini darrov fahmlab oldi. Do'kon dastakning tanobini tortdi. Tinchiklab atrofga nazar soldi. Idrok qilib qarasa, u bilan bordi-keldi qilishgan ba'zi afandi-yu qaldirg'och soqol jadidlarning gapi puch. Bundan buyon ularning tegirmonini aylanishi gumon. Bular ko'proq suv bilan ovora. Hukumat esa mehnatkashlar manfaatini ko'zlab amaliy ishga ko'chgan. Hushyor va tajribali Saidakbar hoji ulfatlardan hech birini gapiga quloq solmadi. Zimdan ishini bitirib bir kechada yo'q bo'ldi qoldi. U ona yurtini tashlab qochganda, u ichki tashqi hovlining ham, oqterakdagi yer suvining ham, mollarni ham bahridan kechdi. Mollarni emas, kasalmand xotini bilan 3 ta qizni ham tashlab ketdi. Tinchib oldim, odam yuboraman deb ularni qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirdi. Lekin o'g'li Abdulbarakani xizmatkori Qurbonalining qo'liga tutib, ko'z quloq bo'lib yur, dedi. Qurbonalining hoji bilan ketish niyati yo'q edi. U pichoq o'z sopini kesmaydi, sho'ro kambag'allikni degan fikrga kelib qolgandi. Lekin boy darrov nozik yerdan oldi. Bosmachiga chiqargan otlarimni kim haydab borgan? Men, dedi Qurbonali bo'shashib. Vassalom, bosmachi kim? Sho'roni dushmani. Unga ot yetkazib berganchi? Uning dumi. Shu qilmishingga sho'ro seni boshingni silarmidi? Tentak bo'lma. Yo'lga tush. Ma, buni tayanib ol. Darmon bo'ladi. Saidakbar hoji Qurbonalining qo'liga oddiygina hassa tutdi. Qurbonali oldi-yu, salmog'idan hayron bo'lib hojiga qaradi. Hoji damingni chiqarma degandek ko'zini qisib qo'ydi. Hassani ichi parmalanib, nuqul 10 so'mlik oltin to'ldirilgan edi. Bola chaqam nima bo'ladi? Degan edi Qurbonali. Hoji o'z xotiniga aytgan javobni qildi. Qovun sayliga ketayotganimiz yo'q Qurbonali, vaqti bilan 4 ko'z tugal bo'lamiz. Nochor qolgan Qurbonali vaqtni ziqligidan onasinikida bo'lgan xotinini tunda borib ko'rib keldi. Kasal o'g'li Ummatalining peshonasidan o'payotganda o'zini tutib tura olmadi. O'pkasi to'lib, voqeani xotinga bildirishga majbur bo'lib qoldi. Hoji otam ketayotgan bo'lsa, bo'ynida illati bor. Davlatidan qo'rqadi, sizga nima? Endi men ham. Qurbonali u yog'ini ayta olmadi, gapni burdi. Tuzini ichganman. Tuzini ichgan bo'lsangiz, qish-qirov demay xizmatini qilgansiz. Uying bug'doyga to'lgur xotin, gapni cho'zma, ketmasam bo'lmaydi. Erni so'zi qat'iy ekaniga endi shak keltira olmagan xotin. Bizchi, biz nima qilamiz? Ummatalini ahvoli nima bo'ladi? Shunday deb kasal bolasining peshonasiga qo'lini qo'ydi. Dard bergan Xudoyim shifosini ham o'zi beradi. O'ziga sig'in.
meni qo'limdan nima keladi? Qurbonali ham qo'lini o'g'lini peshonasiga qo'ygandi. Muzdek tegdi shekilli ko'zini ochdi. Otasini tanib jilmayganday bo'ldi. Oppoqmisan o'g'lim? Ha, barakalla azamat. Oyingizni ko'p ham qo'rqitmang. Ko'zingizni ochib yoting. Oppoqman deng. Sen ortiqcha tashvish tortma, dedi Qurbonali xotiniga yuzlanib. Hoji ham bolalarini tashlab ketyapti. Odam yuborar emish. Shunda sen ham birga borasan. Ungacha Ummatali ham dikillab yurib ketadi. Xayr, diydor ko'rishguncha. Mana 30 yilki Qurbonali bola chaqasini diydorini ko'rmaydi. Hoji hali odam yuboradi. Chegaradan o'tib, muqim bir yerga o'rnashib olguncha ipakdek muloyim bo'lgan Saidakbar hoji kasb-kori yurishib ketgach, yana asli holiga keldi qo'ydi. Teridan bit semirib baqbaqa soldi. Qurbonali keyin bildi. U juda ustalik qilgan ekan. Toshkentdan chiqish kechasi otxonada tuni bilan uymalashgan edi. Shunda yo'lga oladigan ikkala otiga bir talay tilla so'mlar yutqizgan ekan. Chegaradan o'tishi bilan so'yib qornidan oldi. Bular oldida Qurbonalining hassasidagi urvoq bo'lmaydi. O'g'li Abdulbarakaning do'ppisi jiyagiga mayda gavhar donalari joylashgan ekan. Uni ancha keyin bir arab boyi bilan sheriklikka konzavod ochganda bildi. Keyin hoji bir arab qizga uylandi. Undan mana shu tamannoni ko'rdi. Ona bechora ko'zi yorigandan keyin o'nglanmay yurib axir o'lib ketdi. Hoji bu xotinni yaxshi ko'rgandan bir yil azasini tutdi. Uyida biror kun o'yin kulgu bo'lishiga ruxsat bermadi. Butun marosimlarni bekami ko'z o'tkazdi. Ulg'aygan sari onasiga tortib ketayotgan qizi Tamannoga butun mehrini to'kdi. Nima desa og'ziga qaradi. Nima istasa qo'liga tutdi. Tobutim ustida sochini yoyib yig'laydigan mehribon qizim, podshohon qizim deb erkalardi. Buning boshqa bir sababi ham bor edi. Ko'zning qorachig'idek ardoqlab, bir xotinu 3 qiziga almashgan arzandi o'g'li Abdulbaraka u kutganidek ota chizgan chiziqdan yuradigan chiqmadi. Bo'lmasa unga ham hazilakam mehnat sarf qilmadi. Bu arab o'lkasida turg'un bo'lib qolishi bilan o'g'lini tili qotmasdan muallim yollab arab va fransuz tillarini o'rgatdi. O'zbekchaga o'zi payidan bo'lib turdi. Qurbonaliga qo'shib qo'ydi. Bularni o'zaro o'zbekcha gaplashlaridan keyincha Tamanno ham bahramand bo'ldi. Abulbaraka, Saidakbar hojini bir jadid o'rtog'i, ajdodlarimiz tarixining yorqin sahifasi bilan tanishib qo'ying. Shunday deb tashlab ketgan bir kam nusxa kitobda uchragan ism bo'lib, hojiga yoqib qolgan. O'sha kezda dunyoga kelgan farzandiga katta faxr bilan qo'ygandi. Bu ism uni qayta qad ko'targan savdo sotig'ining ruhiga juda mos edi. Hojini shoshirib qo'ygan nepning gulxoni so'nib, uni bu o't o'lkaga uchqunlardan sachratib yuborgan bo'lsa ham, Tabarruk nomli o'g'lidan umidi katta edi. Endi bo'lsa Parijga yuborib o'qitganlari, doktor qilib faxrlanganlari yuzini yorug' qilmaydigan ko'rinadi. Na otasini savdo sotiq va orzu-niyatlari bilan ishi bor. Uning butun aksi. O'g'lidagi bu nuqsonni Tamannoning tarbiyasi bilan to'ldirmoqchi bo'lgan hojining qizidan ham kuyishiga sal qoldi. Tilini ko'ndalang tishlaganicha nafasini ichiga yutdi. Ming bir ugutu nasihatlar bilan Parijdagi zodagon qizlari o'qiydigan maktabga yuborilgan Tamanno fransuz yigitini sevib qolib, bir dugonasini otasi orqali hojiga bildirdi. O'limdan xabar kelgandek Saidakbar hojini ko'zi ola-kula bo'lib ketdi. Cho'q bosib olgandek yalang oyoq tipirchilab qoldi. Biroz shamollab yurgani uchun kasalxonaga. Abulbarakaga odam yugurtirdi. Zudlik bilan yetib kelishini alohida ta'kidladi. Operatsiyani qoldirib kelgan o'g'liga voqeani qisqargina tushuntirdi-da. Men bildim. Soat 3da samolyot bo'ladi. Senning oldiga uch. Agar bu reys bo'lmay qolsa, o'zing samolyot yolla. Bugunoq yetib bor. Bil-chi nima gap? So'zingga kirmasa, kuchuk boladay bo'yniga arqon solib sudrab kel. Otasini hurmatini doim o'rniga qo'yadigan Abulbaraka uning gapini ikkita qilmadi. Shu kuniyoq Parijga uchib ketdi. Singlisiga uchrashdi, gaplashdi. Rene bilan ham tanishdi. Rene unga yaxshi taassurot qoldirdi. Xushro'y, muloyim, didlikkina yigit ekan. Yetimlikda chiniqib o'sgan, oyoqqa turgan jurnalist.
ozma-oz she'rlarim mashq qilarkan. Shu 50-yillarni ilg'or kishisi. Hayotga xushro'y qaraydi. Qo'liga olgan yong'oqning puch to'qligini farqiga boradi. Singlisiga ham Rene shu tomonlar bilan yoqqan bo'lsa kerak. Unga bo'lgan olov sevgisini Tamanno yashirmadi. Baxtim ko'kining yulduzi shu, dedi. Abulbaraka otasining so'zini, niyatini yotig'i bilan tushuntirgandi. Dadamga o'ligim kerak bo'lsa, meni shu yo'ldan qaytaradi, dedi. Va ko'ziga yosh olish o'rniga butun vujudi bilan kuchga to'lib, onasining eslatib turadigan tim qora ko'zlari charaqlab ketdi. Abulbaraka bildiki, Dezdemonani o'lim chohiga yetaklagan, Anna Kareninani shon-u shuhratdan voz kechtirgan muhabbat ana shu. Bunday muhabbat na qilich damidan, na jallodning doridan qo'rqadi. Demak, ortiqcha gap faqat bu muhabbat otashiga dam berish bo'ladi. Abulbaraka payt poylab sinash uchun uyga ketmaymizmi deganda Tamanno o'ylab netib o'tirmay, Rene ham boradimi, dedi. Ma'lum bo'ldiki, undan ajraladigan emas. Abulbaraka orqasiga qaytib, bo'lgan gapni otasiga yetkazdi. O'g'lini Tamannoga xayrixohroq bo'lib gapirayotganini sezgan Saidakbar hoji: "Hammangni tuxuming bitta. Qachon meni aytganimni ko'nglimdagidek qilib o'rinlatuvdingki, endi o'rinlatsang. Senga ish buyurgan men ahmoq", dedi-yu o'zi qizi oldiga jo'nadi. Otasining avzoyini ko'rgan Tamanno avvaliga juda qo'rqib ketdi. Keyin o'zini tutib tushuntirmoqchi bo'lganda otasi og'ziga urdi. "Men ta'lim olish davridan o'tganman. Tushingni suvga ayt." Og'zidagi og'zida, bo'g'zidagi bo'g'zida qolgan Tamanno eshikda kutib turgan mashinaga qanaqa qilib o'tirganini bilmay qoldi. Otasining butun avzoyi badani bezgak tutgan odamnikidek titrardi. Ko'zlari hali zamon qinidan chiqib ketadigandek shunaqa nafratga to'la ediki, Tamanno umri bino bo'lib otasini bunaqa holda ko'rmagandi. Voqeadan xabar topib aeroportga entikib yetib kelgan Rene Tamannoga yaqinlashgach dedi: "Qiy yo'q, be yo'q", hoji tarsaki bilan qo'yib yubordi. Alla nima deb baqirdi. Odam to'planib politsiya aralashganda Rene: "Ayb menda, janobga tegmanglar", dedi va yurt osoyishtaligini buzgani uchun jarima to'ladi. Samolyotda ota-bola begonaday o'tirib kelishdi. Hoji bir ikki marta qizining dimog'ini tortganini eshitdi. Lekin bu kuningdan battar bo'l deganday churq etmadi. Churq etishi u qizining alami ustiga chipqon bo'lar yoki o'zini dil siyoqligi bilan tugardi. Hozir unga ikkisi ham kerak emas. Qizini ayni vaqtida qaytarib oldi. Endi bu yog'i qiymas. Yoshlarni ko'ngil yarasi tez bitadi. Orani ortiqcha buzishning hojati yo'q. Iloji bo'lsa bundan keyin yarani tirnamaydi. Har qancha dori-darmon bo'lsa indamasdan, orqa-varotdan qilaveradi. Qizi qo'lida. Hoji aytganini qildi. Tamannoni avvaliga ko'chaga chiqarmadi. Qizning o'zi ham xohlamasdi. Biroz vaqt o'tgach ko'chaga chiqishga qarshilik bildirmadi-yu, yolg'iz qo'ymadi. O'zi ham ko'z-quloq bo'lib turdi. Lekin bir kun uni qo'liga bir xat tushib, butun ehtiyot choralari bekor ekanini isbotladi. U Renening Tamanno yuborgan xatga javob edi. Demak, u uzib tashladim deb o'ylagan sevgi kun o'tgan sari cheyralib borayotgandi. Bu hodisa o'zini tadbirkor hisoblagan hojining qilichini qinidan chiqardi. Shu kuni qizining xonasiga shiddat bilan kirib bordi. "Bu nima?" dedi xatni unga uloqtirib. "O'ladigan ho'kiz boltadan toymas" deganday. Tamanno shu payt xotirjam javob berdi. "Renening xati?" Bu javobni hoji kutmagandi. Tasbih deb qo'yniga ilon solib yurgan kishidek sapchib tushdi. "Seni nima uchun Parijdan olib keldim, aytchi? Nima uchun? Kimsan? Kimni farzandisan? Sal tanangga o'ylab ko'rasanmi? Nahotki otam shu ishimga rozi bo'ladi deb o'ylading? Bu mumkin emas. Axir u g'ayridin. Men seni bir g'ayridin uchun paypaslab yuribmanmi, bolam?" Hoji haddidan oshib, endi sirg'alib ketishini bildi shekilli, yolvorishga o'tdi. "Akang-ku misqollab topgan obro'yimni botmonlab sovurib yuribdi. Nima, menda qasdinglar bormi? Ajalimdan 5 kun oldin go'rimga tiqmoqchimisanlar, qizim? Senlarda rahm degan narsa bormi? Jilla bo'lmasa senlar bevatan boshimni ham qilmalaring.
Vatan gadoligim ham o'zimga yetadi. Otajon, dedi Tamanno, hojini yon bosib kelayotganini ko'rib. Bekorga o'zingizni diqqat qilyapsiz, Rene yaxshi yigit. Men yaxshi bo'lgandayam u g'ayridin. Bismillah deb yegan bilan cho'chqa go'shti halol bo'lib qolmaydi. Men Xudo oldida nima deb javob beraman, qizim? Meni ham o'ylanglar. Men senlarni dushmaning emasman. Nimaiki tishimda tishlab shu xonadonga tashigan bo'lsam senlar uchun, senlarni baxting uchun. Meni ortmoqlab ketadigan boshqa yerim yo'q. Nahotki men seni baxtsiz bo'lishingni o'ylasam, jon qizim, bir tanangga o'yla. Tamanno chindan ham tanasiga o'yladi. Oqibat shu bo'ldiki, otasining mol-mulki, orzulari uning baxtiga zid. Uning baxti Rene. Modomiki sevgilisiga yetishmoqning iloji yo'q ekan, yashashdan ne naf. Shu kecha u zahar ichdi. Azamning bunchalik quyilib, songa kirib qolishining siri bor edi. Bildiki, xotini bilan adi-badi aytishavergani bilan shohi chiqmaydi. Nafisa ham xo'p, Erjon sizniki to'g'ri deb mo'ti bo'lib bo'yin egadiganlardan emas. Hovlida o'sgan gulning hidi teng ikkimizniki deydi. Bu rezinani cho'zaverganning foydasi yo'q. Chirt etib bir yog'i qo'ldan chiqib ketsa ko'ziga tegadi. Demak, birdan bir yo'l zahrini dilda-yu shakarini tilda tutish. Bu masalaning bir tomoni. Yana bir tomoni ham bor. Bu tomoni ham Azamning ko'nglidagidek bo'lmadi. Shuncha kutdi, shuncha urindi. Boshliqqa uni qadriga yetmadi. Talantini payqamadi. O'zini fikricha, u allaqachon bir idoraning boshlig'i bo'lishi kerak edi. Yo'q, uni hech kim, hali ham siz shu yerda yuribsizmi? Jabr bo'lib ketibdi-ku. Bu insofdan emas, demadi. Undan keyin institut bitirganlarning ostida mashina. Ba'zilarning ko'kragida orden lentasinimi, deputatlik nishonini ko'rganda-ku, Azamni joni halqumiga kelib qoladi. Axir ular mehnatiga yarasha obro' topayotgandir deb o'ylamaydi. Kechasi bilan ajriqqa ag'anab chiqadi. Uning hayotida murg'ak fikrini zaha qilib ketgan yana bir voqea ham bor edi. Bu voqea u studentligida ro'y berdi. Institutning oxirgi kursida katta shaharlardan biridagi ulkan bir zavodda uzoq amaliyotda bo'ldi. Uning diqqatini bir injener tortdi. Bu odam deyarli kunda ko'ylagini almashtirar, unga moslab galstuk ham taqardi. Kechqurunlari-ku yana boshqacha kiyimda ko'rinardi. Unga o'xshash kiyinadigan kishilar zavodda deyarli yo'q edi. Keyin Azam bilsa, u injenerning ismi James. O'zi chet ellik, tajriba olishga kelgan mutaxassislardan ekan. Chet elda injener mana bunday yashar ekan degan birinchi havas Azamda ana shunda uyg'ongandi. Uni havasi kelib suqlanib qarab yurganda James ham sezdi shekilli. Bir kuni sal boshini silkib o'tdi. Boshqa bir uchrashganda qo'l berib ko'rishdi. Ishlarni, qayerdanligini surishtirdi. Otasi borligini bilgach, zoriqtirmay cholga xat yozib turing yoki undan ham zarurroq ishingiz bormi, deb tegishdi. James juda xushmuomala, yurtidagi hayotdan ko'p gapirardi. Azam uning har bir so'zini koptokdek ilib olib, kiyim-boshi va yurish-turishiga ishqiboz bo'lib yurganda, James birdan yo'q bo'lib qoldi. Lekin uni qayerga ketganini birovdan so'rashga Azam botinmadi. Keyin bilsa yurtiga ta'tilga ketgan ekan. Yana o'zgacha bo'lib keldi. Avvalgi yurish-turishi ham gapmi? Buni ko'rib Azam baqa bo'lib qoldi. Ichida mana bularga mazza deb qo'ydi. Bu yetmaganda James u bilan quyuq so'rashib, bu yerlarda hali rasm bo'lmagan chiroyli sharikli ruchka sovg'a qildi. Bizni tomonlarda mana shunaqa ajoyibotlar bor degandek kulib qo'ydi. Azamning Jamesga havasi ortib, ichida bir g'urur paydo bo'lib amaliyotdan qaytdi. Injener bo'lib ishi yurishmagandan keyin esa o'sha James ko'z oldidan ketmay qoldi. Axir men ham injenerman-ku degan fikr xayolida girdakapalak bo'laverardi. Bu fikr bora-bora Jameslar yurtiga havasni oshirib yubordi. Go'yo o'sha yerda qadrini topadigandek tuyuldi. Kunlar o'tgan sari bu fikr yumalatilgan qor uyumidek kattalashib boraverdi. Oxiri bu niyatdan o'zi ham cho'chib, niyatini ichiga yutdi. Ko'z-ko'z qilib yurgan sovg'a ruchkani ham bir chetga yashirib qo'ydi. Endi uni niyati buzilgandi. Endi uning dardi ichida.
alamini chet el radiosidan, kino kartinasidan oldi. Tushga nimalar kirmaydi, dushman nimalar demaydi demasdan ularnikini ma'qullay boshladi. Bu ma'qullash bora-bora chet elning hayotiga havas uyg'otdi. Havas orzuga, ketish niyatiga aylandi. Ana ular kishining qadriga yetadi. Kayf safo o'sha yerda degan aqidaga keldi. Ko'zda ularniki yiltillab, biznikini ustiga xira bosa boshladi. Hatto shungacha yetib bordiki, ularni arig'idagi suvining ta'mi tugul, rangi ham boshqacha. Tavug'i ham tuxum qo'yganda allanechuk o'zgacha qaqillaydi. Kinosini ko'rsang bahring ochilib, musiqasini eshitsang o'yinga tushib ketging keladi. Kiyimlari-chi? Kiysang yarashadi, taqsang ko'rkingni ochadi. U yerda esa bularning barini mushuk hidlamas ekan. Bu kayfiyat borib-borib qani o'sha yurtlarda yashasang degan fikrga olib keldi. Lekin fikrni ro'yobga chiqarishning o'zi bo'ladimi? Uning bu niyatini idorasidagilar bilib qolishsa bormi? Oyini 30 qilib kovushni to'g'irlab qo'yishadi. Demak, ehtiyot shart. Payt va yo'riq topish kerak. Shu yakunga kelgandan keyin xotin bilan bo'ladigan adib-adiga chek qo'ydi. Ishxonasida faollashdi. Xushomadga o'tib oldi. Bu yil o'tgan yildagidek eshigi oldiga o'tkazilgan ko'chat endi tutganda kechasi chiqib ostiga kerosin quymaydi. Axir eski hovlisidagi tutni har yili kolxozchilar qurtiga kalaklab ketaverganda, foydasiz senlarga yo'g'i zahmati mengami deb alamidan quritgan ham shu azamda. Endi u boshqa odam. Endi u chet el liboslariga ham ishqiboz emas. Imkon boricha kiymaydi. Kiymaydi emas, yoqtirmaydi ham. Hatto bir kuni xotini: "Ha, muncha sho'rva ichib palovdan yuz o'giradigan bo'lib qoldingiz. Bir mahallar og'zingiz ko'pirardi-ku", dedi eriga olib kelgan italyan koftasini unga yoqmagandan ajablanib. "U mahallar tushunmas ekanman", dedi Azam miyig'ida kulib. "O'zimizniki yaxshi. Buni fasoni boshqacha." Azam indamadi. Ichida qo'liga olib ko'rgisi, og'zini ko'pirtirib maqtagisi kelsa ham o'zini tiydi. Ertasiga mehmonga boradigan bo'lib, Nafisa o'sha koftasini kiyib chiqdi. Eriga ham fin lion ko'ylagi bilan hind botinkasini kiyishni taklif etdi. "Sizga yaxshi yarashadi. Qo'y, kishilar bu ham chet el parast bo'lib ketibdi deydi. Jaydari ko'ylagimni olib beraver", dedi. "Voy, butun el yurt kiyib yuribdi-ku. Ular echki, biz qo'y." Erni injiqligi sababini tushunib yetmagan Nafisa mehmonga o'tirib erning sonini asta chimchiladi. Azam qaraganda, "Ana ko'rdingizmi, odamlar nima kiyib yuribdi", degan imoni qildi. Chindan ham ularning qarshisida o'tirgan mehmonning kiygani boshdan oyoq chet el kiyimi edi. Azamni havasi kelgan bo'lsa ham so'lagini ichiga yutishga majbur bo'ldi. Ko'nglidan "Bu nima bo'libdi? Men hali shunaqalarni kiyamanki, bular yetti uxlab tushida ham ko'rmaydi" degan mag'rur fikr o'tdi. Unga birinchi navbatda pul kerak edi. Xotinining pichoqqa ilinadigan biror urug' aymog'i yo'qki, og'zini moylab qarzga yuborsa. O'z otasining ahvoli bu. Hali cho'p qo'lidan tushmaydi. Buni ustiga o'g'lining to'yiga qarashmagandan ko'ngli olingan. Sirtidan sezdirmasi ham Azam biladi. Asli o'shanda chakki qilgan ekan. O'shanda jindek qarashib yuborganda hozir tili uzun bo'lardi. Har holda dadasida pul bor. Dadasi zarang. Zarang yerda suv to'xtaydi. Hech bo'lmaganda o'limligini ajratib qo'ygandir. Attang. Azam o'ylab-o'ylab tog'asida onasining merosi borligini topdi. Lekin tog'asi anchadan beri kasal. Ko'rpa yostiq qilib yotgan kasal. Shu ahvolda meros so'rab borsa yaxshi bo'lmas. U bu ishni iylashdan boshladi. Bir kuni o'zi borib tog'asini ko'rib keldi. Yanagi haftasiga xotiniga: "Yur xotin, tog'am bechora og'ir yotibdi. Birga ko'rib kelaylik. 5 kunligi bormi, yo'qmi", dedi. "Rahmat, mana bu ishingizga men borman", dedi Nafisa, erini odamshavanda bo'lib qolgandan quvonib va nari-berdan kiyinib uni oldiga tushdi. Dunyoda kishining kishiga qilgan yaxshiligi qoladi. Urug'aymoq bilan borda keldi qilib xabar olib turmoq ham katta ziynat. Yo'q ichganda yo'q yaxshi. Qon ichganda qarindosh deb bekorga aytishmaydi. Albatta, ish o'lgurdan qo'l tegmaydi, yozg'irdi Azam. Bo'lmasa-ku
Bu ishda ixtiyoringizni menga bering. Men vaqt topaman. Xo'p. Erining bu sohada ham yon berib kelayotganidan xursand Nafisa tog'ani ko'rib qo'rqib ketdi. Tog'a juda marrasiga yetib qolgan edi. Qaytishda eridan minnatdor bo'lib qo'ydi. Yaxshiyam olib keldingiz, ko'rib qoldim. Xudo ko'rsatmasin, bir narsa bo'lsalar yotganlarda bir xabar olmagan odam eshikdan qaysi yuz bilan kirib kelardim. Azam indamadi. U o'z xayoli bilan band edi. Tog'a o'lsa merosni kim oladi? Yo bugun rozi rizolik so'raganda shuni yuziga solish kerakmidi? Attang, sal sezdirsa bo'lar ekan. Tepasida o'g'liyam bor edi. Otasidan keyin u yo tan oladi yo yo'q. Azam maslahat tariqasida shu to'g'rida gap ochganda tog'aga rahmi kelib ko'ngli ezilib turgan Nafisa, qo'ying, o'zi qaysi ahvolda yotibdi-ku, qaysi bola chaqangizga yetkazolmayapsiz, deb qarshilik bildirdi. Qiyomat qarzi bo'lib bo'ynida ketmasin deyapman. Azam gapni bu tomondan ildi. O'g'illari yomon yigitga o'xshamaydi. Merosingiz bo'lsa berar. Nokasdan qarz bo'lsang ham yo'lda tutar, ham go'rda tutar degandek. Gap so'zi tuzuk o'g'lining. Tag'in kim bo'ladi? Ichi qanaqa? Odamni olasi ichida bo'ladi. Tog'a bir haftaga ham bormadi. Olamdan o'tdi. Azam 3 kun belini bog'lab, o'g'li yonida turib berdi. Agar savob ko'z yoshiga qarab taqsimlanadigan bo'lsa, hammadan ko'pi Azamga tegardi. Lekin shunday mehribon jiyani bor ekan-ku, nega shu vaqtgacha boshqa marosimlarda ko'rinmas ekan, deguvchilar ham bo'ldi. Kuzda mevasi pishadigan daraxtga bahordan salom beruvchi Azam sal vaqt o'tgandan keyin o'z ishini qildi. Beli bog'liqning dili bog'liq deb merosdan og'iz ochishga botinmadi. Gapni otasining marosimlarini yaxshi o'tkazganidan, el u yurtni undan juda xursandligidan, hatto yil oshiga kelgan 2-3 kishining og'zidan o'z qulog'i bilan kiroyi ketingda tuya qoladigan bo'lsa, shu marhumnikiga o'xshagan bo'lsa, baraka topkur. Ko'p rasamadi bilan otasining hurmatini qilyapti. Otasini arvohini shod qilgan asti kam bo'lmaydi deganini eshitganidan boshladi. Sizdan ham xursandman Azamjon aka, deb ko'ngli yumshoq o'g'il ko'zda yosh bilan gapirdi. Shuncha obro'yimni olib berdingiz. Bizni qo'ya bering. Bir yil qora kiyib, bel bog'lasak ham bunday odamga kam. Bizni onamiz hayot vaqtlarida bu aka singilning bir-birlariga mehribonliklarini ko'rmagansiz. Bay. 3 kun bir-birovlarini ko'rishmasa, uzoqdan qarqunoq bolasidek qanotlarini yozib, yig'lab kelishardi. Bog'da turib bir-birovnikiga meva yuborishardi. U mahalda men yosh bo'lganman. Afsuslangandek bo'ldi o'g'il. Ha, yosh edingiz. Lekin hozirgidek pishiq edingiz. Buvimiz rahmatlik 2 tadan parvarda bersa, biz darrov yeb qo'yardik-ku, siz bittasini ertaga olib qo'yardingiz. Mana tadbirkorligingiz, pishiqligingiz deyishga tili bormadi. Hoziram bor. Bo'lmasa o'lik ko'mishning o'zi bo'ladimi? Yo'g'on ingichkalashib, ingichka uziladi bunday vaqtda. Shukur yo'q emasman, deb qo'ydi oqko'ngil o'g'il. O'zlarining ham o'limliklari bor ekan. Yana yaxshi, siz ortiqcha chiqimdor bo'lmadingiz, yoningizda qoldi. Ana shu yonida qolganini ustalik bilan esiga solib, bir oydan keyin Azam qarzga 5000 so'm uzib ketdi. Garchand o'g'ilga Moskvaga ketyapman. 1-2 ta gilam olib kelaman. Qaytdim beraman degan bo'lsa ham sal o'tmasdan merosimni oldim deb til chaynadi. Bu gap o'g'ilni qulog'iga yetib, "Bu qanaqa bo'ldi Azam aka?" deganda, "Nima qilibdi?" dedi tik turib u. "Qarzni meros yotgan emishsiz?" Endi uka dangaliga ko'chdi Azam. "Meros deb borsam bermas eding. Pul o'lgur, jondan ham shirin. Sen menga bormaylik deb qarz degandim. Onangiz merosini olib bo'lgan-ku, otam rahmatli aytgan edi." "Qachon? Kimdan?" Ko'zi qinidan chiqib ketayotgandek bo'lib dedi Azam. "Otamdan. Dadangiz kamxarjroq bo'lib yurganda o'sha pulga sizni ko'nglingizni halollagan ekanlar. Bo'lmagan gap. Hujjatingiz bormi?" U mahalda hujjat qayerda edi? Lafz inobat bo'lgan. Lafz emish. Pisand qilmadi Azam, hatto masxarlagandek bo'ldi. "Dadangiz bilsalar kerak." Azam yana o'sha yerda tarvuzi qo'ltig'idan tushgandek bo'ldi.
Dadasi tasdiqlab qolsa nima bo'ladi? Butun rejalari puchga chiqadi-ku. U shu mahalda tirik bo'lib to'rda, o'lik bo'lib go'rda bo'lmagan dadasining tirikligidan ham xafa bo'lib ketdi. Sariq chaqalik nafi tegmagani tegmagan, shu yerga kelib kattagina zarari yetganga o'xshab qoldi. Ko'z oldiga dadasi emas, uni baxtiga chang solgan yovuz odam kelganday bo'ldi. Nafratidan tishlari qirsillab ketdi. U miyasi aynagan cholning esiga nima bo'lardi? Og'ziga kelganini aljirayveradi-da, dedi A'zam titrab qaqshab. O'z otasini ta'ziyasida ko'ngli yarimta o'g'ilning ko'z oldi qorong'ulashib ketdi. Bu gapni gapirayotgan kim? Ammasining o'g'li A'zammi? Yo tavba! Yo adashib eshitdimi? Yoki tush ko'ryaptimi? Nahotki kishi o'z otasini bolam bo'tam deb yelkasida tortmoqlab, issiqda puflab, sovuqda ho'v-ho'lab ulg'aytirgan otasini shunaqa behurmat qilsa, nima uchun? Pul uchun. Inson qo'lining kiri bo'lgan pul uchun-a? Astag'firulloh. O'g'ilga juda malol keldi. Surishtirganiga ham pushaymon edi. A'zam aka, pul bo'lsa topiladi. Dadangizni behurmat qilmang. Men qarzimdan kechdim. Bemalol yuravering. Siz olganingiz yo'q, men berganim. O'g'il shartta orqasiga burilib ketdi. A'zam xijolatdan yerga kirib ketish o'rniga ahmoq, dedi. Qanday qilib yo'qotolmay yurgan og'ir yuk yelkasidan tushganday yengil tortib, labiga papiros qo'ndirdi. Xumordan chiqayotgandek so'rib tortdi. Uyga hech narsa ko'rmagan momushikdek ko'zlarini yiltillatib kirib keldi. Kechki ovqatni ishtaha bilan yedi. Har kungidek allaqanday to'lqinlarni radiodan tutdi. Butun vujudi quloqqa aylanib tingladi. Nima uchundir o'sha to'lqin taralgan yerlar unga har kungidan bugun yaqin tuyuldi. To'g'risi o'zini o'sha yerlarga ancha yaqinlashib qolganday sezdi. O'g'ilning so'zi unga hamon kor qilardi. Kulgisi qistardi. Shu bilan qoyil qildim desa kerak o'zicha deb masxaralardi. Kechdim emish. Kechsang kechaver. Erini og'zidan beixtiyor chiqib ketgan bu so'zni dasturxon yig'ishtirayotgan Nafisa eshitib qoldi. Kim nimani kechadi? Dedi eshikdan boshini suqib. Ishing bo'lmasin, xotin, yutdim. A'zam juda mamnun edi. Xotini qancha qistamasin nimadan yutganini aytmadi. Bu yutuq uni qanoatlantirib yubordi. Ertasidan boshlab niyatini amalga oshirishga astoydil kirishdi. Niyatining misi chiqib qolmasligi uchun juda katta san'at kerak edi. U shunday qilishi kerakki, hatto bir yostiqqa bosh qo'yib yotgan xotini ham bilib qolmasin. U endi ishni idorasidan boshladi. Qizi Surayyoning tug'ilgan kunini bahona qilib zarur kishilarni chaqirdi. Mehmonlarni atrofida girdikapalak bo'lib ko'ngillarini olishga intildi. O'sha kuni umrida bu xonadonga kirmagan kit balig'ining ikrasigacha dasturxonga qo'yildi. Buncha xotin bo'lib ketdingiz, deb xotini tegishganda, hayotda shu ham zarur ekanda xotin, dedi A'zam. Va xotinining nimaga zarurligini so'rab qolishidan, shu bilan yurak siri ochilishidan cho'chib, gapni darrov boshqa yoqqa burdi. Nima? Surayyo shunday dasturxonga arzimaydimi? Davlatim bo'lsa haftada mehmon chaqirib, yilda bir to'y qilardim. Bu gapingiz joyida. Odamni ko'rki odam bilan. Nafisa yana bir qadam insof tomonga burilgan eridan mamnun bo'lib, gul-gul ochirib dasturxon tuzdi. Mehmonlarni ochiq yuz bilan qarshi oldi. Ikki gapni birda dasturxonga taklif qilib turdi. 3-4 kishilik mehmondorchilik juda yaxshi o'tdi. O'tirish oxiriga yetib, choyga navbat kelganda bir mahal A'zamni ishiga aralashib, tinchitib yuborgan xushmuomala ayol A'zamni yoniga stulini surib keldi. Engashib qulog'iga: "Shunday qizga uylanmayman deb yurgan edingiz? Unga qarang, bir xotin bo'lsa shunchalik bo'ladi-da." A'zam nechundir bu gal qulog'igacha qizarib ketdi. "Yoshlik, opa", deyoldi faqat. O'shanda g'ojlik qilganingizda qo'g'irchoqdek bu qayerda edi sizga? Shuni ayting-a, 4 oyoqlik ot qoqiladi-ku biz. Ehtiyot bo'ling. Endi qoqilsangiz uyat bo'ladi. Xo'p, opa. Lekin qasamga o'xshagan bu javob A'zamni ichidan allanechuk bir titrash bilan chiqdi. Bu titrashdan o'zi ham cho'chib ketdi.
Opa esa buni yosh yigitning uyalishiga yo'yib yana bir piyola choy so'radi. Sherga nogoh yo'liqib qolib, qanday qilib qutulishni bilmasdan titrab turgan quyondek bezovta A'zam jon deb opa qo'lidan piyolani oldi. Oldi-da choynakda choy bo'lishiga qaramay, shoshib qolgandan oshxonaga yugurdi. Choy bor-ku. Xotini eslatganda bungayam bahona topdi. Issig'idan. Mehmonlar ketgach, A'zam buning alamini xotinidan oldi. Er bir ish qilayotganda xotin chovlisini solmaydi. Kishi uyalib ketdi. Bilmabman, kechiring. Nafisa chindan ham erimni noqulay ahvolda qo'yibman deb o'yladi. Yana izoh berdi. Ovora bo'layotganingizga turib darrov qo'limdan olgin edi. A'zam uni gapini bo'ldi. Bundan keyin albatta shunday qilaman, erjon. Nafisaning yuz ko'zi yashnab, kulib aytgan bu so'zi A'zamni yurak sirini yana qalinroq pardaladi. A'zamning qulog'i shu kunlarda ko'p uyushtirilayotgan chet el turist guruhlarida edi. Shunday safarlardan qaytgan bir nechta odamlarning suhbatlarida bo'ldi. Xotiralarini o'qidi. O'ziga kerak yerlarni ko'ngliga joy qilib, rejasini puxtalab bordi. Uni safarning rasmiy tomonlari ko'proq qiziqtirardi. Kimlar yubora oladi? Qanaqa qilib yuboriladi? A'zamning yaqinda Hindistonga borib kelgan bir tanishi uning hijjalay berganini ko'rgach, bu yoqqa borish niyating bormi deb so'rab qoldi. Hamma borib kelyapti, men ham. Imkoning bo'lsa bor. Eshitgan boshqa, ko'rgan boshqa. Ishingga nafi ham tegishi mumkin. Men ham shu tomonlarni o'ylab. Bor do'stim, ikkilanmay boraver. Ko'rganing qoladi. Shayx Sa'diy 70 yoshda safarga chiqib, qayta tug'ildim degan ekan. Kishi yasharadi ham degin, hazilga oldi A'zam. Senga yasharish kerakmasdir, yo qarib qoldingmi? Shu yoshimda 5-10 yil to'xtab tursammikin devdim. Bu boshqa gap. Rasmiy tomoni qanaqa bo'larkan? Mana shunisiga sal hayronman. Gapni amaliy tomonga burdi A'zam. Rasmiy tomoni nima? Jinoyatchimisan? Ajablandi suhbatdoshi. A'zamning yuragida go'shtni bosgan qurtlardek g'ijimlayotgan badbo'y niyatlarni sezmas, sezish u yoqda tursin xayoliga ham keltirmasdi. A'zam esa bo'ynida illati borning oyog'i titrar qabiladan bo'lib, o'zini ehtiyotlab turar. Niyati suv yuziga shib chiqqan murdadek ko'rinib qolishdan gumonda edi. Suhbatdoshning jinoyatchimisan so'rog'i qulog'iga jinoyat qilmoqchimisan bo'lib eshitildi. Bu so'zdan a'zoyi badani larzaga keldi. Odatdagi hozir javobligi bilan og'ir ahvoldan yengib chiqdi. Jinoyat nimasi? Bir mahal xotinim bilan. U bir mahal edi. Hozir yaxshimisan? Birga turibsizmi? Vassalom. A'zam shugina bo'lsa buyog'i hech gap emas ekan deb turmushning yaxshiligini, agar shunga uylanmaganda juda katta xatoga yo'l qo'yishi mumkinligini yarim soat vaysadi. Maqtanmayman-u, meni jannatim uyimda, dedi. Xotining yomon bo'lsa seni jahannaming bu dunyoda degan gapni aksini keltirib. A'zam shunday sinov va surishtiruvlardan keyin ta'tilini turist safarlaridan biriga to'g'riladi. To falon kuni yo'lga chiqasan degunlaricha yotib uyqusi kelmadi. Hatto bir kuni tush ko'ribdi. Uni siri ochilib qolganmish. Uni ushlaymiz deb allaqanday kishilar tomma-tom quvarmish. U oyog'i yerga tegmay qochibdi. Endi qo'lga tushdim deganda oldidan katta bir it chiqib qolibdi. U o'tib ketibdi-ku. Yo'lda quvib kelayotganlarni talab, yo'lini to'sibdi. Qora terga tushib uyg'onsa tush. Iztirobdan ezilib, nariga yonboshiga ag'darilib yotdi. Ko'zi uyquga ketishi bilan yana tush ko'rdi. Bu gal itlar uni tarayotganmish. Ichida boyagi katta it ham bor. Faryod ursa tovushi chiqmaydi. Itlardan zo'rg'a qochib qutulib, o'zini suvga otsa, shundoq timsohni og'ziga tushibdi. Jeyms timsoh emish. Voy dod deb uyg'onsa xotini yonida. Cho'chib boshini ko'tardi. Tinchgina uxlasangiz bo'lmaydimi? Bolani uyg'otib yubordingiz, dedi Nafisa, yonidagi karavotga yotgan Surayyoning ustini yopayotib. Yelkasiga choyshab tortar ekan, yanagina xonlik qilib qo'ydi. Qurragingizdan qutulib, endi ko'zim uyquga ketgan edi. Qurraga otamanmi?
dedi Azam bezovtaligining sababini aytmaslik uchun jo'rtaga. Ko'z oldida Jeyms turardi. Endi u goh o'zi, goh timsoh bo'lib ko'rinardi. Otganda qandoq? Men ku mayli. Surayyo bechora necha marta uyg'onib ketadi. Bir tomoni qo'shnidanam uyalaman. Yo'g'-e, mushukdek pishillab uxlayman deysiz shekilli. Shu xurrak nimadan bo'larkin xotin? Shilqimlik qildi Azam Nafisaga. Xotinini yaxshi ko'rgandanmasmikin? Jim yoting, bachkana bo'lmang. Uni qo'lini ko'kragidan itarib tashladi xotini. Agar sevgidan bo'lsa siznikini farishta ham eshitmasdi. Hali meni to'g'rimda shunaqa fikrdamisan? Qo'y-ey. Bo'lmasamchi, o'sha qilgan qilig'ingizga hali dugonalarim ichida boshimni ko'tarib yurolmayman. Shunchalik ko'nglingiz yo'q ekan, yo'limni to'sib nima qilardingiz? Men latta o'lgur, sizni yolg'oningizga uchib, sharmanda bo'lib yuribman. Hoziram xafamisan? Deb og'riga tutdi er. Hozir-ku, shukr, o'shanda oraga sovuqlik tushmaganida yana ham. O'tgan ishni qo'ysangchi, baraka topkur. Kimlardan xatolik o'tmagan. Bir sinab ko'rmoqchi bo'lgandim. Sinash o'lsin shunaqa bo'lsa. Sinagan odam basharasiga balchiq sochib sinaydimi? Nima? Oqibati yomon bo'ldimi? Nafisani aytadigan ancha gapi bor edi-ku, erini qadog'ini bosib olishdan hadiksiradi. O'sha kunlar alami esiga tushib, o'zini shuncha qildi, bosa olmadi. O'pkasi to'lib ko'ziga yosh keldi. Voy tentak, yig'layapsanmi? Azam bag'riga oldi. Yig'lamaymanmi? Nafisa uyog'ini ayta olmadi. Ko'z yoshni choyshabni bir chetiga artdi. Shu kechasi ikkalasini ham ko'ziga uyqu kelmadi. Nafisa o'tmishini eslab, xo'rligidan uxlay olmagan bo'lsa, Azam uyoqqa o'tgandan keyin boshlanadigan tengi yo'q ajoyib hayot zavqi-shavqidan mast edi. Lekin Jemsning timsoh bo'lib tushiga kirgandan ko'ngli biroz xira edi. Nega u timsoh bo'lib ko'rindi? Qiz kutish. Tamannoning zahar ichganini oqsoch xotin aytishga kirganda Saydakbar hoji noz uyquda edi. Kecha ertalab sherigi bilan zavod ishlarining borishini ko'zdan kechirib, natijasidan mamnun bo'lgan hoji ikkita gumashda ishlaydigan poyabzal magaziniga o'tmadi. Bugun payshanba bo'lgani uchun peshin namozini keng jamoa bilan o'qish niyatida mashhur Fatima al-Fahriya masjidiga yo'l oldi. Masjid atrofida doim o'ralashib yotgan yetim yesir va g'ariblarning duch kelganiga mayda ulashdi-da, ichkari kirdi. Naqshin va alomat ustunlarni oralab o'tib, imom ko'rinadigan yerdan joy oldi. Namozini o'qib, marhum xotinining mozoriga ham sham puli tashlab qo'ydi. Qarshisidan chiqqan juda katta Coca-Cola reklamasiga ko'zi tushishi bilan ensasi qotgandek labini bir chekkasi uchdi-yu, zargarlikka burilib ketdi. U Coca-Colani xush ko'rmasdi. Sevgi mojarosidan keyin ancha tinchib qolgan, lekin 1 yil, 12 oy kasali arimagan kishidek rangi siniqqan tamannoni sevintirmoqchi bo'ldi. Aldamoqqa bola yaxshi deb ko'nglidan o'tkazdi. Hoji bor bisoti namunalarini vitrinalarda mahorat bilan namoyish qilib qo'ygan qator zargarlik magazinlari oldida to'xtab o'tirmasdan, eng mashhuriga to'g'ri kirib bordi. Ne badavlat xonadon xotin-qizlarning qo'lini o'ynatadigan bu ulkan magazinning xo'jayini hojini issiq kutib oldi. Oldiga stul qo'ydi. Yalpiz choy quyib uzatdi. Hojining kelish maqsadini eshitgach, ko'zi shoda-shoda marvarid va tilla buyumlarda kezib yurgan mehmonni diqqatini o'ziga qaratdi. Hoji, siz bopi bu yoqda, dedi ochiq yuz bilan va usti nekillangan, yiltiroq seyfiga kalit soldi. Seyf o'ziga xos nozik tovush chiqarib ochilib bo'lgach, yana so'z qotdi. O'zini ham kechagina Parijdan oldim. Hali rasm bo'lganicha yo'q. Garchand Parij so'zi hojining xayoliga qiziq hangomasini yalt etib tushirgan bo'lsa ham, ha, tulki, avrayapsan-a, degan fikri ko'nglidan o'tdi. Zohiran sukut saqlab kutib turdi. Do'kondor sizga shu molimni ko'rsatishdan o'zim ham mamnunman deganday yuz ko'zi to'la tabassum bilan tim siyoh soqolini serkellatib, tundik duxoba qutichani atayin ochmasdan xaridorning oldiga qo'ydi. Saydakbar hoji qutini beparvogina ochdi-yu, ko'zi tinib ketdi. Unda chindan ham zavqi benihoya baland,
va serhafsala ustaning mo'jizakor san'ati o'zining butun jozibasini namoyish qilib turardi. Bu 7 qaroqchi yulduzining gavhar donachalari bilan aks etgan oltin uzuk edi. Buni qarangki, xuddi tamannoning barmog'iga loyiq. Bu yoqdan ham xursand bo'lgan hoji ichida, qizim baxtli qiz, muddaomday, deb qo'ydi. Hojining yuzidagi o'zgarishni kasbiga xos sezgirlik va diqqat bilan kuzatib turgan do'kondor jo'rttaga qalay, ma'qulmi? Dedi. Uzukni 2 barmog'i bilan ko'zdan kechirayotgan hojining qo'lidan nazokat bilan olib, o'z jimjilog'iga kiydirdi. Yoriqqa solib tovladi. Keyin o'ziga aytayotgandek ta'kidladi. Buyum, bebaho buyum. Hoji o'z xarididan mamnun bo'lib, qo'rasiga qaytganda har kungidek tamanno o'z xonasida edi. Qizimni aqli kirib qolibdi deb ko'nglidan o'tkazgan hoji yana oqsoch xotindan uning ahvolini surishtirib xotirjam bo'ldi. Muhabbat nimaligini bilmayman. Aksincha, uni uyat hisoblab kelgan hoji qizingni ichi yonib, tushib kulib turganini bilmas. Bilish xayoliga kelmas edi. Kechasi halokatga uchrab, o'zi kimsasiz orolga chiqib qolgan kishidek ko'ngli vayrona tamannoni bu badavlat xonadonning na dabdabasi, na jihozlari qiziqtirardi. U o'z alamida yakka-yu yolg'iz edi. Hatto qayerdan najot kelishini ham bilmas, uni nidosini hech kim eshitmas, ko'ngli chiroq yoqsa yorishmasdi. Shuning uchun otasini quvona-quvona ming bir maqtov bilan olib kelgan gavhar ko'zli uziga uni qiziqtirmasdi. Otasining hurmati va odob yuzasidan barmog'iga solib ko'rdi. Juda yarashdi, dedi hoji, qizini ko'nglini ko'tarish niyatida. Tili bilan ma'qullashga madori yetmagan qiz ko'zini ochib yumibgina otasining fikriga qo'shildi. Qimmatbaho uzukdagi 7 gavhar donasi murodiga yetmagan ko'zlarning 7 tomchisi bo'lib uning nazarida jilvalanmoqda edi. Ana endi qizim hammasini unutadi, deb xotirjam bo'lgan hoji kechqurungi ovqatga qizni chiqmagani bilan ham ishi bo'lmadi. Chunki qizi shunday bir uzukni bir mahallar orzu qilgan. Lekin hoji har narsani o'z vaqti soati bor. Bevaqt yeyilgan shirinlik me'dani aynitadi deb galga solgandi. Demak, qizi orzusiga yetdi. Hoji tinchidi. Ana shunday yengil ruh bilan o'rniga kirgan hoji shirin xayollar og'ushida uxlab qolganini bilmadi. Oqsoch xotinning uyni boshiga ko'tarib solgan faryodi va keyin hoji yotgan xona eshigining betartib ketma-ket mushlanishi hojiga dahshatli tushning bosinqirashi bo'lib tuyuldi. Ne ilojki o'ngi edi. U chiqib borganda tamanno karavati oyog'idagi ipak gilam ustida g'ujanak bo'lib yotardi. Jon holatda uni boshini tizzasiga olgan hoji nima qilishni bilmas, zo'r berib oqsochga "Nima qildi? Sen qayerda eding?" deb baqirardi. "Shu yerda edim", yig'ladi oqsoch. "G'aflat bosib ko'zim ilingan ekan. Bir vaqt qulog'imga qirillagan tovush kirdi. Ko'zimni ochsam bekam yerda yotibdi. O'limdan xabarim bor. Boshqa hech narsani bilmayman." Bu gap so'zlarni ortiqcha bilgan Abulbaraka singlisini darrov kasalxonaga olib ketdi. Har ko'ringan tibbiy xodimdan najot kutib, ko'zlari javdirab turgan hoji voqeani nimaligini saldan keyin o'g'lidan eshitib ham go'mang bo'lib qoldi. "Tirikmi?" deya oldi orang. "Tirik, tadbirni ko'rishyapti", dedi Abulbaraka va otasini ketaverishini, o'zi shu yerda bo'lishini bildirdi. "Bu yerda turganingizning foydasi yo'q." Baribir hoji ketmadi. Birdan uzuk esiga tushib qoldi. Qo'lida yana birortasi. "Olib qo'ydim", dedi Abulbaraka va shu paytda uzuk otasini esiga kelgandan g'ijindi. Shu g'ijinishini tili bilan aytib qo'yishdan cho'chib, singlisi oldiga kirib ketdi. Tamanno tirik qoldi, lekin uzoq yotdi. Biroz oyoqqa tursa ham hadeganda kuchga kirib ketmadi. Bilag'on doktorlar havo o'zgartirishini, yaxshiroq birorta kurortda dam olinishini maslahat berishdi. Abulbaraka ham qancha tez yuborilsa shuncha yaxshi degan fikrni aytdi. Lekin qizining bu nojo'ya ishidan dili olingan, yoru birodarlarga ko'rinishdan yuzi shuvut bo'lib yurgan hoji avvaliga rozi bo'lmadi. Keyin taqdirga tan berdi, ko'nikdi. Tirik qolganiga shukr qilib tamannoni yoniga kishi qo'shib kurortga yubordi. Bugun ana shu qizi, otasi ko'nglini og'ritgan qizi kurortdan keladi.
Bu orada o'tgan kunlar, haftalarning shamoli hojini ko'nglidagi ne guna kuduratlarni yelpib ketgan, alamlari o'rnini sog'inish olgan. Endi barcha ko'ngilsizliklar bir tush edi. Tush o'tdi, tong otdi. Hoji uyg'oq. Ko'zida hayot va sevinch nuri, qalbida qizning sog'inchi. Ertalab joynamoz ustida to'rt ko'z tuganligi bilan diydor ko'rishishni duo qildi. Ey noshukur banda, shunisiyam xursand bo'l, deb o'ziga tasalli berdi. Ruhi yengil tortib, xonalarni aylanib chiqdi. Qizini xonasini alohida ko'zdan kechirdi. Nazarda tamanno haligina chiqib ketgan bo'lib tuyuldi. Ana shu his boshqa bir tadbirni keltirib chiqardi. Qizi mana shu xonada baxtsizlikka uchradi. Endi bunda turmasin. Darrov xizmatkorlarni chaqirtirib, jihozlarni boshqa xonaga ko'chirtirdi. O'zi bosh bo'lib turdi. Hamma narsa joy-joyiga qo'yilib, ko'ngli tinchigach, Qurbonalini bir chetga imlab oldi. Bu qora soqollar, deb arang xizmatchisini ishora qildi u. Qo'y tanlashni bilmaydi, sen o'zing bitta yaxshi qo'y olib kelgin. Qurbonali shofyorni chaqirtirib, mashinaga o'tirgach, hoji tayinladi yana. Qorasidan olgin, yosh bo'lsin. Keyin o'z qo'ling bilan so'y. Ehtiyot bo'l, pashsha o'tirmasin. Esni tanigandan buyon hojining eshigida umri o'tgan Qurbonali bu xonadonning qumursqasidan giyohigacha hammasining fe'li atvorini yaxshi biladi. Hojinikini-ku anchayin. Uning qaysi vaqtda yo'talishdan nima ma'no chiqishini bemalol aytib beradi. Shuning uchun hojining bugungi tamannoni kelishga ko'rayotgan tayyorlaganligini ko'rib ajablanib qoldi. Axir tamanno uni bitta-yu bitta qiz emas. Ona yurtdayam 3 tacha qolgan. Hoji bularning hech biriga bunga o'xshash iltifot qilgan emas. Qurbonalining kechagidek esida. Hoji ketma-ket 2 qiz ko'rdi. Uchinchisining endi o'g'il bo'lishini besabrlik bilan kutardi. Xotinining dard tutishi bilan doyaga odam jo'natdi. Doya kelib o'tib ketishi bilan ichkaridan ko'zini uzmay qoldi. Tiq etsa qulog'i deng. Shunda Qurbonali tegishdi. Hoji ota, nariroq borib turing. Biz ham suyunchilik bo'lib qolaylik. Xotirjam bo'l, bir chervon seniki, dedi hoji va zanjiri osilib turgan yon soatini ochib qarab qo'ydi. Bir mahal ichkari eshigida opasi bo'shashibgina ko'rindi. Ha, nima? Entikib qoldi hoji. O'zingni o'rganganing, inim, dedi opa. Hoji shunda qiz tuqqan xotinini shunaqa haqorat qildiki, hatto opasi uyalib ichkariga kirib ketdi. Shu sabab bir qancha vaqt xotiniga ko'ngilsiz bo'lib yurdi. Bechora xotin orttirdi. Shulardan bittasi bir ziyofatda ko'ziga kabobning sixiga tiqib oldi-yu, uni oyog'i tindi. Bir ko'zining hozirgi qiyig'i o'shandan. Ketma-ket 3 ta qiz ko'rgan xotin bechora Abulbarakani tug'di-yu, ustinga xotin olamandan qulog'i tinchidi. Keyin savdo sotiqdan putur ketdi. Bu yoqqa qochdi. Shundan beri na o'sha xotinini, na tirik yetim qolgan qizlarni eslaydi. Bu orada Qurbonalining ham oilasi qolib ketdi. Hoji va'dasida turmadi. Borib olib keladigan odam hali yo'lga chiqadi. Bu tufayli Qurbonalining hojidan ko'ngli olingan. Hamon so'qqabosh o'tib keladi. Xayolida ona yurt. Ko'z oldida kasal yotgan o'g'li Ummatali va uning tepasida yig'lab qolgan xotini. Mo'min qobil, zahmatkechgina edi xotini bechora. Hoji bo'lsa hammasini unutdi. Bugun yasagan yakka qizim, arzanda qizim deb tamannoning yo'liga ko'zi tortdi. Qurbonali shularni o'ylab, qo'y bozoriga yetganini bilmay qoldi. O'nni ko'rib bittasini tanladi-da, oyog'ini bog'lab mashinaning orqasiga yotqizdi. U qo'yni bo'g'izga endi pichoq tortganda eshikda hoji ko'rindi. Qurbonalining oldida mayda qizg'ish qum ostida yotgan qoplon Saidakbar hojini tanib istiqboliga tushdi. Hatto 3-4 qadam ham qo'ydi. Sohibani qo'ldagi qog'ozga o'roqliq narsadan umidvor bo'ldi. Hojining soqol mo'ylovi yaxshilab tekislangan, sochi qirilgan edi. Boshiga turkcha fasini bostiribroq kiyib olgan. Qo'lidagi narsani shu yerda turgan stulning ustiga asta qo'yarkan, esingdan chiqmasin, deb ta'kidladi. Buni nimaligini aytmasa ham Qurbonali biladi. Bu Saidakbar hojining sochi. Bu o'lkaga kelibdiki, hoji sartaroshlarning aziz boshning sochini supurib, axlatga tashlashiga ma'qul ko'rmaydi. Qayerda sochini oldirsa qog'ozga o'ratib oladi.
Keyin uni Qurbonali o'zingdan oldin soching mozorga bormay o'lsin deb yaqin qabristonlardan birining cho'kkan yo og'zi ochiq mozoriga tashlab keladi. Qonni hidini bilib, qari qoplon allaqachon o'ziga ham g'ajak qilib ko'tarib olish malol kelib qolgan uzun dumini ko'tarib, likillatib Qurbonaliga yaqinlashdi. Qurbonali uni ko'rib, sabr qil jonivor, senikini o'zim ayirib beraman. Bunga seni ham rizqing bor, dedi va uni shirin so'z bilan nariroq haydagandi. Hoji kesak otib undanam nariga quvib yubordi. Haydamang, hoji. Vatanimizni ko'rgan it, dedi Qurbonali. Pichoqni ko'ndalang tishlayotib. Qo'yni joni chiqib bo'lganiga ishonch hosil qilgach, boshini xandakdan chetga tortib, oyog'ini yechdi. Vatanimizni ko'rgan bo'lsa, bir tovoqdan osh ichib qo'ynimizga olib yotamizmi? Odamdan nariroq tursin-da. Egasining siz bilan bir tovoqdan ovqat yeyish davosi yo'q-u, itni haddi sig'armidi, hoji. Qiziq gaplarni gapirasiz-a. Vatangadolik jonidan o'tib, kimdan alamini olishni bilmay yurgan Qurbonali o'zini oldi. Hoji indamadi. U Saidakbar hojidan ortiqcha hayiqmasdi. Bir tomondan 1-2 yosh kattaligi bo'lsa, ikkinchidan bu xonadonga o'tkazib qo'ygan mehnatining qadrini bilardi. Lekin keyingi 3-4 yil ichida hoji Qurbonalini o'z dasturxonidan chetlatdi. Qo'raning etagidagi eski kulbaga tiqib qo'ydi. U bilan ortiqcha ishi ham yo'q. Shu jihatdan Qurbonali o'z taqdiri bilan qoplonnikida qandaydir mushtaraklik ko'rardi. Shuning uchun ham hojining itga otgan kesagi unga juda malol kelgan, ko'nglini og'ritgandi. Aslida bu qoplon ular bilan yo'l azoblarini tortib, yurtidan kelgan it. Qoplonni bolasi. Qurbonalini esida ular tun qorong'usida yo'lga tushishlari bilan qoplon ham paydo bo'lib qoldi. Oldiniga Qurbonalining o'zi ham haydadi. Keyin hoji qamchi o'qtaldi. Baribir it ergashaverdi. Birpas to'xtab qoladi-da yana yuguradi. Shunda Qurbonalining unga rahmi keldi. Qo'yavering, kamroq bo'ladi. Kamroq bo'lmay o'lsin, pand berib qo'yadi. Qarshilik ko'rsatdi hoji. Itda hoji egasiga ergashadi. Mushuk bo'lganda edi, uyda qolardi. It vafo. Shunda Qurbonali mashhur ertakni aytib bergan edi. Savdogar safardan qaytguncha o'ynashi bilan yashab turgan xotini yerni kelayotganini eshitib, nima qilishni bilmay shoshib qoladi. O'ynashi bilan qochadi. Savdogar kelsa xotin ham yo'q, mol dunyo ham. Ketidan quvadi. Yetib borib yovlashadi. Shunda xotini erini emas, o'ynashning yonini olib savdogarga tashlanadi. It esa egasi bo'lmish savdogarni himoya qiladi. G'olib chiqqan savdogar o'ynashni qilishdan o'tkazib, xotinini banda qilib uyiga qaytadi. Shu kundan boshlab xotinini itning temir kadagiga tutib, itni uyni to'riga chiqaradi. Hozirgi o'z hayotiga ozmi ko'pmi tegishli bo'lgan bu voqea o'shanda hojini ko'nglini yumshatgan va shundan keyin orqalariga ergashtirib kelayotgan qoplon bilan ishi bo'lmagandi. Qoplon esa Qurbonalinikida. To'g'risi uni o'g'li Ummatalinikida edi. Uni ko'zi ochilmasdan olib boqqan. Qulog'i va dumini kesaman deganda Ummatali og'riydi deb qo'nmagandi. Shundan keyin Qurbonalining o'zi ham nima uchundir quloq dumi kesilgan itni keksa odamni bachkana kiyinishiga o'xshatib yoqtirmasdi. O'g'li Ummataliga onasi ataylab yopib bergan kulchasining yoki shinniga botirib bergan nonini qoplon olib qochganda, xotinini jahli chiqsa yoki kaltak olib quvlasa, urma xotin, itni niyati yaxshi bo'ladi. Xonadonni bola chaqasi ko'paysin. Qo'lidagi non-nunlarni men olib qochay deb yeb yuradi. Shunda xotini shashtidan qaytardi. Qurbonali esa yig'lab qolgan o'g'lini qo'liga olib, yoshi bilan ho'l bo'lgan sho'rtak yuzlardan o'pardi. O'zingni qoploning-ku, shunga ham yig'laysanmi? Katta bola yig'lamaydi, deb ovutardi. Ana o'sha yosh va ziyrak itning bolasi ham bugun Qurbonalining o'zidek qarigan. Bu it o'sha vatandosh itning bolasi ekanini ham Qurbonali allaqachon unutgan. Uni nazarda bu qoplon o'sha qoplon. Unga o'sha qoplondek qadrdon. Itning hech narsa bilan ortiqcha ishi yo'q. Hatto qo'ngan pashalarni qo'rishga ham hafsalasi kelmaydi. Qurbonaliga o'xshab ulkan quraning bir chekkasida ortiqcha buyumdek yotadi. Unga Qurbonaligina gap qotadi.
Tilsiz do'stining bosh qimirlatishi, ko'zini ochib yumishi, dumini likillatishdan o'zgacha ma'no topadi. Hatto ba'zan o'shanda hoji haydaganda indamay qo'ya qolmasdan, bu begunoh maxluqning ham boshiga musofirlikni solgandan o'ksib qo'yadi. Qarna bir vatangado kam bo'larmidi deb o'zini koyiydi. Ba'zan uni borligidan xursand bo'ladi. Qoplon bo'lmaganda kim bilan dardlashardi? Abulbaraka garchand uni yaxshi ko'rsayam, hurmatini doim bajo keltirsayam, bolaligida yurtidan chiqib ketgani uchun sog'inish nimaligini bilmaydi. Saidakbar hojini esa mol-mulk to'plash, dunyo orttirishdan qo'li tegmaydi. Qo'li tekkanda ham xizmatkori bilan bachkanalashib o'tirishni o'ziga ep ko'rmaydi. Demak, shu qoplondan boshqa doim birga bo'ladigan dirkash u vatandoshi yo'q. Nima desa eshitadi, nima bersa minnatdor bo'lib yeydi. Hojini hozir itni quvganda Qurbonaliga malol kelishi ana shundan edi. Saidakbar hoji Qurbonali qo'yni puflab ozgunicha tepasida turdi. Hatto osishda qarashib yubordi. Terisi chala shilingan qo'yga sinchiklab qaradi-da, "Tuzuk chiqdi", dedi. Keyin ta'kidladi. "Terisiga pichoq tegib ketmasin, ehtiyot bo'l." Uni orqasidan qarab qolgan Qurbonali shuncha davlatni go'rga orqalab ketadimi? Bitta teriga ham ochko'zlik qiladi-ya, deganicha charvini ajratib, tog'oraga shaloplatib tashladi. Jo'rttaga qilganday hoji ko'zdan g'oyib bo'lishi bilan qoplonni chaqirib oldiga bir parcha go'sht irqitdi. "Ol, jonivor. Oldini sen yeb tur. Bularni baridan menga sen qadrdonroqsan." Saidakbar hoji uyga kirib, kiyim boshini almashtirdi. Oqsoch xotinga hammomga olov yoqib qo'yishini buyurdi. Keyin telefonga qo'l uzatdi. Samolyotning qachon kelishini yana bir surishtirdi. Keyin burchakda turgan zangli ulkan soatga qarab qo'ya qolmasdan, nimchasini ko'krak cho'ntagiga olib yuradigan oltin zanjirli qopqog'i chiqillab ochiladigan yon tilla soatiga o'ychan nazar tashladi. Hali sartaroshda shoshmasdan tekislatib kelgan ixcham mo'ylovini yana ikki yonga bosh va ko'rsatkich barmog'i bilan bir ikki burab, qomatli kalta soqolini kaftiga olib quyiga qarab siladi. Bir mahal begona xotin kabob siqi tiqib olgan so'l ko'zi qisilib, o'zi xayolga toldi. Bir narsa esiga tushganday yana telefon trubkasini oldi. Abulbarakani chaqirdi. "Aeroportga chiqasanmi?" dedi. O'g'li vaj ko'rsatdi shekilli, "Og'il bo'lsa sendan boshqa doktor yo'qmi? Sen kasalxonani xo'jayinimisan yo yollangan doktorimi?" deb siltab berdi. Trubkani shiddat bilan joyiga qo'ydi. "Tavba. Xususiy kasalxona ochaman", dedi. "Xo'p", dedim. "Allaqaysi bir shahardan apparatlar yozdirib olib berdim. Daromadi tuzuk bo'ladi deb o'ylagandim. Ko'ngildagidek chiqmadi. Qachon ko'rsang beva bechora bilan to'la. Hoy o'g'lim, falon pul sarf qilib qo'yibmiz. Bu masjid emas, kasalxona desam ham quloq solmaydi. Savob bo'ladi deb meni nozik yerimdan ushlaydi. Siz haj qilganda men beva bechoralarning savobiga qolsam yomonmi? Shu savobni yarmi baribir sizniki deb hazilga oladi. Mana, bitta benavoni kasali og'ir deb singlisini kutgani chiqmay o'tiribdi. Shuyam ish bo'ldimi? Ajali yetib, non nasibasi uzilgan bo'lsa, sen tepasida tursang ham o'ladi, turmasang ham. Yo'q, yoshlarga bir narsani tushuntirib bo'lmaydi." Shularni ko'nglidan o'tkazgan Saidakbar hoji yolg'iz o'zi qizini kutgani chiqib ketdi.